Viloyatimiz bo'ylab o'tkazilayotgan xavfsiz va sog'lom yo'l tezkor profilaktik tadbirlar doirasida kunduzgi hamda tungi reyd tadbirlari muntazam ravishda o'tkazib kelinmoqda. Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizlik xizmati, yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi xodimlari tomonidan transport vositalarini mastlik holatda boshqargan haydovchilar aniqlanib, ularga nisbatan qonuniy choralar ko'rib kelinmoqda. Bugun viloyatimizning Koson tumanida o'tkazilgan sayyor sud majlislaridan birida 3 nafar mana shunday, ya'ni transport vositasini mastlik holatda boshqargan shaxslarning ishlari ko'rib chiqildi. Guvohnoma haydovchi guvohnoma olganmisiz? Yo'q, shuncha. Hali olmagansiz. Mashina kelganmi? Mashina qo'llandim. Eshitdim dedingiz. Aniq eshitdim. Ravat darsi yonida. Ravatni darvozasida oldik. Endi bachilik chotgankan bu yo'l uzatyapti. Shu bir kos pivo ichdim o'zi. Kanalmasida. Pivo ichdingiz? Pivo. Qancha pivo ichdingiz? Bir kosada to'liq bir kosa ichib keyin chiqdim. Bir kosa pivo ichdim. Kosaga quygan. Keyin chiqdim, yo'lda joy xodimlar o'tirgan ekan, ushlashdi. Nima qilasiz ichib o'shani mashina haydab? Bir bo'lib qoldi, hech Ha? bo'lmas. Bir marta bo'lib qoldi. Do'kondan bitta pivoni olib ichdim. Aha. O'sha pomidorni puliga bitta pivo olib ichdim-da. Mani o'zim aytdim keyin. Ertalab mana aytdim bir butilka bir bakal pivo ichgan edim. Nima qilasiz ichib mashina haydab? Qalay yo'lga. Viloyat O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik ko'rsatgan kodeks 131-moddasining 2-qismidan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Ma'muriy qamoq jazosi 2026 4-avgust kunidan boshlab hisoblansin. Va ularga nisbatan sudning qarori bilan 15 sutkadan ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. E'tibor bering. Ushbu holatlarning barchasi yo'l-patrul xizmati inspektorlarining hushyorligi va mas'uliyatli xizmati tufayli o'z vaqtida aniqlangan. Natijada insonlarning hayotiga xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan og'ir va ayanchli yo'l transport hodisalarining oldi olindi. Har bir qoidabuzarlik ortida inson taqdiri va oila baxti va qimmatli umri turadi. Shu bois avtomashinani mastlik holatda boshqarmang. Qonun ustuvor, jazo esa muqarrar. Unutmang, sizni uyda oilangiz kutmoqda. Xayr, salomat bo'ling.